Keyingi savolimiz alyuminiy karbid gidrolizdan 1008 ml normal sharoitda gaz ajralgan bo'lsa, reaksiya unumini aniqlang deyapti. Demak, alyuminiy karbidni hammasi gidrolizga uchramagan ekan, qanchadir qismi ortib qolgan. Alyuminiy karbid gidrolizdan hosil bo'ladi alyuminiy gidroksidi va metan. Reaksiyalarni tenglashtirib qo'yamiz. 3, 4, 12 va qanchadir qismi ortib qolgan ekan. Jami alyuminiy karbiddan 2,88 gram bo'lgan ekan. O'n qismida 1008 ml metan ajralgan. Bizda 3,67 litr hajmni egallaydi. Menga ko'paytirsam 67200 ml bo'ladi bu. Xo'p. Massasi 144 gram 1 molni. Va proporsiyani ishlab qo'yamiz. Ya'ni 1008 ni 144 ga ko'paytirib 67200 ga bo'lib qo'yamiz. Chiqadi 2,16. Ya'ni jami 2,88 gram bo'lgan alyuminiy karbidda bu 100% ni tashkil qiladi. Nega? Chunki bizda foizda aniqlang deyapti. 2,16 si parchalangani unumni beradi. Ya'ni qilgan ishingiz ishingizni unumini bergandan keyin bu ham parchalangani unumni beradi. Chiqadi bizda 75%. Javobimiz C varianti.